Bayden hökuməti quyosh energiyasi taxtasining ko'p kristallik kirmini qatorliq halqali xom materiallarni ishlaydigan Xitoydagi Xo'shin Kirmini sanoat cheklik shirkati qatorliq 5 shirkatga Uyg'urlarning majburiy amgiga yetishlik bo'lganligi uchun jazo tadbiri e'lon qildi. Amerika bu shirkatlarning Uyg'urlarni majburiy amgakka selishga qatnashganligini bildirdi. Mazkur qaror Amerika hukumatining Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan majburiy amgak tuzumini oyoqlashtirish yo'liga olgan muhim qadamlarning biri bo'lib hisoblandi. Aqsaroyning 24-iyun kuni e'lon qilgan bayonotida mushu oyning 5-ida Angliyada o'tkazilgan G7 boshliqlar yig'inida dunyodagi oldingi qatordagi demokratik davlatlarning Uyg'urlarning majburiy amgakini o'z ichiga olgan majburiy amgakka qarshi turib, yer sharidagi ta'minlash zanjirining majburiy amgakdan xoli bo'lishiga kafolatlik qilish haqida fikr birligi hosil qilganligini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, Amerikaning iqtisodiy qaro tizimiga kirgizilgan shirkatlar Xo'shin shirkatidan boshqa yana Uyg'ur elida turishliq ishlab chiqarish, qurilish biyontani va boshqa 3 shirkatni o'z ichiga oladigan. Bayonotda aytilishicha, Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi mazkur shirkatlardan kelgan mallarni tutib qoladigan. Germaniya parlamenti kishilik huquq komiteti e'lon qilgan bayonotda Xitoy hukumatini Sharqi Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi deb aybladi va Birlashgan Davlatlar Tashkilotini mustaqil tekshirish komiteti qurib, rayonda naq maydon tekshirishi ilib berishga chaqirdi. Xristian Demokratlar partiyasi, Sotsial Demokratlar partiyasi, Liberal Demokratik partiya va Yeshil partiya qatorliq har qaysi partiyalarning parlament a'zolari birlikda imzolagan bayonotda Xitoy Kommunistik partiyasining millionlab Uyg'ur va boshqa turkiy asonliq millatlarni qayta tarbiyalash lagerlarida tutib turayotganligi bayon qilingan. Taratqularning doklati va tadqiqot doklatida ko'rsatilishicha, mahbuslar qiyin qistoqqa, nachar muomalaga, jinsiy zo'ravonlikqa va psixikalik tahdidga uchirgan. Xitoy doiralari Uyg'urlarning madaniyat kimligidan mahrum qilish uchun mengi yuyish usullarini ishlatgan. Germaniya parlamenti kishilik huquq komiteti mundaq deb ko'rsatdi. Aloqador ayblashlarning ig'irligini ko'zda tutib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining mustaqil tekshirish komiteti qurib, rayondagi kishilik huquq vaziyatini atrofli tekshirish va oydinlashtirishi kerak. Koronavirusning chiqish nuqtasi deb atalgan Wuhanga qarata Xitoydan nihoyatda talash-tartish qo'zg'agan bir qadam tashlandi. Xitoy virusning Wuhandagi dastlabki tarqalishi to'g'risidagi sonliq ma'lumotlarni o'chirdi. Koronavirusi tarqalganligi 2 yildak bo'lgan bo'lsa-mu, lekin ilm-fan dunyosi virusning qandoq va qayerdan kelganligi to'g'risida yanada birlik ikkilanmadi. Yaqinda virusning Wuhandagi tajribaxonadan eqib ketganligiga oid yangi paketlarning o'tirg'i chiqishi bilan ko'zlar bu yerga burildi. Angliya aynak gazesidagi xabarlarga qaraganda, Xitoy yuqumining dastlabki kunlarida mavjudligini yoshirish uchun Wuhandagi dastlabki kasalliklar to'g'risidagi muhim sonliq ma'lumotlarni o'chirayotgan. Mazkur qarashni o'tirg'a qo'ygan Seattledagi Fred Hutchinson rak markazining tadqiqotchisi Jesse Blum koronavirusning paydo bo'lishi va dastlabki tarqalishi yanada bir sir dedi. Xitoy Avstraliyaning temir yo'l chaqi, dodlashmas po'latchilik va shamol turbisini import qilishga qo'shimcha bosh qo'yishning raqobatga qilib ekanligini bahona qilib, Dunyo savdo tashkilotiga arz sundi. Xitoyning bu harakati Avstraliya ikki davlat o'rtasidagi uzum harakat savdo mojarosini Dunyo savdo tashkilotiga arz qilib bir necha kundan keyin yuz berdi. Xitoy savdo ministrligining bayonotchisi Gao Feng Avstraliya tarafining konkret tadbirlarni qo'llanib, qonunga xiloflik qilmishlarini tuzib, qarshilashish tadbirlaridan saqlanib, ikki davlatning savdo aloqasini balduroq normal yo'lga qaytarishni umid qiladiganligini aytdi. Buningga qarata Avstraliya savdo ministri Taratqularga Avstraliya 2014-yili Xitoyning shamol turbinasini eksport qilishga qarshi turish tadbirlari, 2015-yili dodlashmas po'lat tadbirlari va 2019-yili temir yo'l chaqini eksport qilish tadbirlarini o'tirg'a qo'ydi. Xitoy nima uchun endi arz qiladi deb so'radi. Xitoy ofat xabari bilan uyg'ondi. Xitoyning Xenan o'lkasidagi bir maktabda o't oftida 18 bola qazo qildi. O't oftining sababi texnik aniq emas. Fransiya axborot agentligining eng yangi xabariga qaraganda, Chambashchilik maktabida yuz bergan o't oftida kam deganda 18 odam qazo qilgan, 16 odam yaralangan.
O't oftida yaralangan 16 kishidan 4 nafarining ahvoli og'ir ekan. İgilinishicha, o't ofti yuz berganda maktabda 34 o'quvchi bor ekan. Yerlik taratqularning xabariga qaraganda, ziyonkashlikka uchrag'uvchilarning ko'pinchisi 7 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan o'quvchilar ekan. Xitoy taratqullarining xabariga qaraganda, Xanan o'lkasining Shangzhou shahrida yuz bergan bu o't oftining sababi hozirgacha aniq emas ekan.